Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sog' salomatmisizlar? Bugun Shvetsiyada tahsil oladigan qizalog'imning maktabida Utveckling samtal bo'lib o'tdi. Bu endi ota-ona, o'qituvchi hamda o'sha o'quvchi, ya'ni farzandimiz ishtirokida bo'lib o'tadigan majlis. Bolani holati qanaqa, qanday o'qiyapti, maktabdagi ijtimoiy hayot qanday, o'zini qanday tutyapti, o'zini qanday his qilyapti, shu kabi savollar bo'ladi. Chiroyli bir suhbat bo'ladi. Va o'sha o'quvchiga, ya'ni farzandimizga biriktirilgan o'qituvchi bizga batafsil yarim soat davomida ma'lumotlarni beradi, savollarni beradi. Xullas, qiziqarli jarayon. O'zi anchadan beri Shvetsiyadagi maktablar haqida gapirmoqchi edim. Shvetsiya ta'lim tizimi juda ham ajoyib. Juda ham ajoyib deganimning sababi havas qilgulik darajada. Ya'ni kichkina misol tariqasida aytib o'tsam, agar Shvetsiyada maktablarga e'tibor qanchaligi, birgina misol bilan siz bu qanday ko'lamga ega ekanligini bilishingiz mumkin. Ya'niki, masalan, oddiy bir o'rta maktabda tozalash ishlariga bir yilda $100,000 mablag' sarflanadi. Bu oddiy tozalash ishlariga. Endi bolalarning o'qishi, o'zini tutishi, darsliklar, sayohatlar va bolalar bo'sh vaqtlarida o'qituvchilar bilan ishlashi, ularga taqdim etiladigan texnik vositalar, notebooklar, maxsus kompyuterlar, o'quv xonalari, o'quv zallari, sport bilan shug'ullanish uchun imkoniyatlar, suzish havzalari va judayam yuqori ratsionga ega bo'lgan nonushta, tushlik haqida-ku bu alohida mavzu. Har turli salatlar, har turli nonlar, bolani agarda bolada qaysidir taomga nisbatan allergiya bo'lsa, unga alohida bir taom keltiriladi. Men o'zim o'sha maktabning oshxonasida bir muddat ishlaganman, buni ko'rganman. Masalan, deylik, e'tibor bering, agarda 300 ta o'quvchi bo'lsa, ana shu 300 ta o'quvchini ichida qaysidir bola qaysidir taomni yoki qaysidir o'sha allergiyasi sabab nimadir yeya olmasa, unga alohida idishda ism familiyalari bilan qadoqlangan holda oziq-ovqat yetkazib beriladi. Birgina bola mana shunaqa allergiyasi bo'lsa, unga alohida ovqat keladi. Undan keyin ikkinchi tushlik va agarda o'sha har bir xonada bolalar bo'sh vaqtini o'tkazadigan joyda agarda mabodo bolani ko'ngli nimadir tusab qolsa, hattoki do'konlarda ham bo'lmaydigan sariyog' deymizmi, nonlar deymizmi, sut mahsulotlari deymizmi. Xullas, bir bola maktabda shunday bo'lishi kerakki, Shvetsiya ta'lim tizimida, ya'ni alohida shaxslarga e'tibor qaratiladi Shvetsiyada. Masalan, bitta bolani ijtimoiy holatidan kelib chiqadi. Umumiy bolalarni emas. Masalan, 100 ta bola bo'lsa, har biri alohida o'rganiladi. Har biri alohida shaxs. Ana shu bola bir shaxs sifatida aynan o'sha bola nuqtai nazaridan yondashiladi. Ya'ni aytib o'tmoqchimanki, masalan, bu yerda ijtimoiy tenglik, qaysidir partiyaning rahbarining o'g'li yoki oddiy o'qituvchining o'g'li yoki shifokorning o'g'li, haydovchining o'g'li degan gaplar yo'q. Hamma bolalar bir baravar ijtimoiy jihatdan muhofazalangan. U xoh muhojirning bolasi bo'ladimi, yuqorida aytib o'tganimdek shved siyosatchisining farzandi bo'ladimi? Bu yerda 18 yoshgacha bolalarning ijtimoiy mavqei teng va maktabda ham bularga shu narsa singdiriladiki, sizlar tengsizlar, sizlar bir-biringizni hurmat qilishingiz kerak. Irqingizdan, diningizdan, ijtimoiy kelib chiqishingizdan qat'iy nazar, sizlar jamiyat oldida tengsizlar, jamiyat sizlarni yaxshi ko'radi. Bolaga ana shu narsa singdiriladi. Ya'niki, bitta bolani usti yupun, ikkinchisini kiyim boshi yaxshi yoki birini oyog'ida tuflisi yo'q, ikkinchisini tuflisi yedirilgan, bunisi qimmat rusumdagi kiyimlar kiyadi. Unday gaplar yo'q. Agarda e'tibor bering, ota-onalarning ham javobgarligi bor. Agarda farzandini ta'minlay olmaydi deb topilsa, shvedlar, ya'ni shved hukumati bu bolani o'z qaramog'iga oladi.
Xullas, juda ham bir katta mavzu bu, juda ham bir qiziqarli jarayon va bu haqda nasib bo'lsa alohida bir katta video qilish niyatim bor, ya'ni Shvetsiya ta'lim tizimi, Shvetsiyadagi bolalarning ahvoli va yana bir xulosa o'rnida bir so'nggi bir fikrni aytmoqchimanki, bu yerda bolalar juda erkin fikrlaydi. Masalan, birinchi sinf yoki o'sha maktabgacha ta'lim muassasalari deymizmi yoki 3-sinf deymizmi, umuman kichik yoshdagi bolalar juda ham erkin, o'qituvchisi bilan gaplashayotganini ko'rsangiz, xuddi do'sti bilan gaplashayotganday munosabatda bo'ladi va o'ziga kerakli barcha savollarni bera oladi. Va bu yerda shunday yondashuv borki, Shvetsiya hukumati bolalarga mana shu davlatni kelajagi deb qaraydi. Ya'ni Shvetsiyada konstitutsiya bilan mustahkamlangan bir band borki, ya'ni Shvetsiya o'zgarmas demokratik davlat. Ana shu demokratik davlatda erkin fikrli bolalar o'sib unishi uchun barcha sharoitlar yetarli. Bu mavzuni nasib bo'lsa kelgusida yana davom ettiramiz. Salomat bo'linglar.